Azizlar, Janubiy Koreyada texnika olgansiz, lekin qanday qilib chiqarishni bilmayapsizmi? Bu borada biz Arctic Holdings kompaniyasi juda ham yaxshi yechim qilganmiz. Assalomu alaykum qadrli YouTube ahli. Xudo xohlasa bizda navbatdagi jo'natmalarimiz Qozog'iston Respublikasiga, Shimkent shahriga bo'lyapti. Bitta kattamiz, ikkita mini texnikamiz mavjud. Bitta Volvo, ikkita Hyundai. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek, barcha texnikalarimiz full komplekt hisoblanadi. Bir boshdan sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'p, bu birinchi texnikamiz 145 plus Hyundai 2021-yil polni full komplektda 6000 soat ishlagan, 360 gradusning adapteri hamda qisqichlari bor, baquvvatidan polni full komplekt, ikkita kovush, bitta отбойнigi ham mavjud. Bu texnikamizda balonlari o'rta holatda, juda ham rasvo bo'lib ketmagan. Bunda pardon ko'targani qo'shimcha jihozi ham mavjud. Ko'rib turganlaringizdek, holati juda ham ideal, yaxshi holatda ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda nasos qismlari, yo'qolgan jotlari yo'q. Orqa atvallari ham 6000 soat ishlagan texnika uchun juda ham holati yaxshi. Bu yoqda radiator qismlarini ham ko'ramiz. Radiator qismlari ham toza turibdi. Hech qayerdan antifriz yoki yo'q qo'yib jotlari yo'q. 6400 soat ishlagan hozirga qadar bu texnikamiz. Ichki salonlari ham toza, qarab minilgan. Start stop bilan jihozlangan texnikamiz buni. 2021-yil 6400 soat ishlagan, Qozog'istonga, Shimkent shahriga ketyapti. Bu barcha texnikalarimiz o'zi hozirdan aytib qo'yay. Narxlarini to'g'risi biz bilmaymiz, chunki biz faqat logistikasini amalga oshiryapmiz. Navbatdagi texnikamiz 2017-yil 9000 soat ishlagan Hyundai 60 talik hisoblanadi. Polni full komplekt, ikkita yangi kovush qo'shilgan, katta hamda eng kichik kovushi, o'rta kovushi o'zini radnoy kovushi hisoblanadi. Qo'shimcha buni malotoga ham, gidromalotoga ham bor. Bu yerda esa JK kompaniyasini qisqichlar 360 gradusning adapterlari hamda qo'shimcha qisqichlar ham mavjud. Ko'rib turibsizlar azizlar, texnikaning holati juda ham yaxshi holatda ishlatilgan. 2017-yil uchun 9000 soat juda ham yaxshi natija, chunki yiliga azizlar texnikalarda Koreya holatida 1 yil uchun 2000 soat hisoblanadi. Agar shuni hisoblagan taqdirda ham 2017-yil bo'ladigan bo'lsa, 2025-yilgacha 15000 plus minusda ishlab qo'ygan bo'lishligi kerak edi. Hozir esa 9500 soat ishlab turibdi. Texnikaning holatlari juda ham yaxshi. Orqa balonlari ham o'rta holatda, atvarlari uncha yedirilib ketmagan. Ko'rib turibsizlar, juda ham holatlari yaxshi. Orqada sensorlari bor. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha kamerasi mavjud. Tevada bitta, mana bu orqasida bitta bor. Navbatdagi texnikamiz esa Volvo 60 talik 2021-yil texnikamiz, juda ham holatlari yaxshi holatda. Bu ham 3 ta kovushi mavjud, ikkitasi yangi, bittasi esa o'zining o'rta original kovushi. 360 gradusning adapteri bor. Bu yoqda esa qisqichi. Ko'rib turibsizlar, pardon ko'targani, bu ham o'zining qo'shimcha jihozi mavjud. Balonlari 80% ga yangi, prosta ozgina loy bo'lganligi sababli texnikani ko'rinishi biroz eskiga o'xshab ko'rinyapti, lekin buni yuvgandan keyin juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Buni ham ichlarini himchisiga qilishlik kerak. Holatlari normal holatda. Xo'p, bu texnikamiz 9000 soat ishlagan ekan. 2021-yil bilan 2017-yilni solishtirganda bu ko'proq ishlagan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, yuqorisida o'zini qo'shimcha zashitni qiladigan o'sha tom o'rnatib qo'ygan. Har xil vaziyat bo'ladi, har xil joylarda ishlaydi. Shuni oldini olishlik uchun shunaqangi tomlar, zashitalar qilib qo'ygan. Atvallari ham yaxshi holatda. Bu texnikamizda oldida 360 gradusning adapteri bo'lganligi uchun orqa qismiga bu tosh qismini ozgina kattaroq qilib ishlangan, ya'ni og'irroq qilib muvozanatni saqlashlik uchun. Texnikaning holatlari juda ham yaxshi. Xudo xolasa hammasini minib, ko'rib, tekshirib, yurg'izib ko'rib olindi.
Bu texnikalarda hozirda Chimkentga qarab chiqib ketmoqda. Bularni bizni logistikamizdan, RTHS logistika kompaniyamizning xizmatlaridan foydalanayotgan doimiy bir mijozimiz bor. O'sha kishini texnikalari hisoblanadi. Uchovi ham Qozog'istondan Chimkentga qarab chiqib ketadi. Uchovi bitta furada, bitta katta, ikkita kichkina qo'yiladi. Xudo xohlasa, bu yoqda port hali bizni kemamiz kelmagan. Bu kemada emas, boshqa bir kema keladi. Hozir 1 soat ichida keladi. Buni almashtiradi hamda ichidagi yuklar chiqib ketgandan keyin bu texnikalar kirib ketadi. Xudo xohlasa, kirib ketgandan keyin texnikalar bizda asosan Koreyadan chiqib ketgandan keyin Chimkentga 15 kunda, Qirg'izistonga 17-18 kunda, O'zbekistonga esa 20-25 kunda orasida plus-minusda kirib boryapti hozirgi kunda. Azizlar, bizni nafaqat logistika xizmatimiz, balki-da shu kabi texnikalarni Koreya hududidan sizga topib, siz istalgan rusumdagi, istagan modeldagi texnikalarni, xohlagan yilingizdagi texnikalarni topib, sizga nafaqat O'zbekistonga, balki butun SNG davlatlariga yetkazib beramiz. Buning uchun siz nima qilishligingiz kerak? Oddiygina pastda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqib, nima texnika kerakligini siz aytsangiz bizga, biz esa Janubiy Koreyadan siz xohlagan texnikalarni butun SNG davlatlariga yetkazib beramiz chiroyli narxlarda.